Hozir aka, fasadniy plitka hozirda shu xonadonga 200 3000 so'mdan tushdi, to'g'rimi? Real. Shuni 180 mingdan ham tushirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Nima o'zgaradi? Unda reka o'zgarib ketadi. Reka o'zgaradi, ingichkalashadi. Va adashmasam yacheykalari kengayadi. Kengayib ketaveradi. Ya'ni ko'rib turgan bo'lsalaring do'stlar, shu yerda 3 ta yacheyka turgan bo'lsa, oralig'i 1,5 metrda 3 ta yacheyka turgan bo'lsa, shu o'rtadagisini olib borsa, yana arzonlashadi. Lekin buni asorati nima bo'ladi? To'g'ri kelmasa kerak. To'g'ri kelmaydi. Lekin qilayotganlar ham bor. Qilayotganlar ham bor. O'rtada shatat saqiladigan bo'lsa, paytga kelib, bu narsa o'ynashni boshlaydi. Kley qo'yilmaydi. Rekani ham mana hozir 8 lik ishlatilayotgan bo'lsa, 5 lik ishlatiladi. 5 lik. Bu ham narxi tushadi, to'g'rimi? Unda ham tushadi. Endi hozirgi kunda usta haqqi necha pul? Joy holatiga qarab 65 mingdan 70 minggacha. 65 mingdan 75 minggacha. Lekin buni do'stlar bitta narsasini inobatga olib qo'yinglar. Bu narsani qilib yurgan ustalarning narxi 65-70 ming atrofida. Bu narsani qilmagan odam bo'lsa, buni ancha arzon qiladi, lekin orqasidan asoratlari chiqib kelishi mumkin. Va kimdir qiladi, kimdir qilmaydi demoqchi emasmiz. Faqatgina farqi bor. Ya'ni hozirgi bu xonadon 203 mingdan tushyapti. Arzonlatish uchun reka ingichkalashadi, yacheykalari kaltalashadi, kleylari bo'lmaydi. Eng asosiysi fasadniy plitka sifatsiz holatda bo'ladi. Bir paqir pesoy oshiqcha qo'shib qo'ysa, bir qop sementdan 5 bas, misol uchun 7 kvadratli fasadniy plitka chiqarsa bo'ladi do'stlar. Arzon variantini videoni boshida aytganimizdek tavsiya qilmaymiz, chunki o'zlaringning uylaringga qilyapsizlar, boshqa yerga emas.